Assalamu alaykum sevimli azizlar. Maqolamizning davomini boshlab ketaylik. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Bugungi kunimizda har xil ofatlarning keyindan yuz berishi hammamizning diqqatini chekyapti. Masalan, koronadan ilgirila su ofatlari, yer tavrash ofatlari, hatta o't ofatlarmi keyindan yuz bergan. Hozir korona virusi jahonning hamma yeriga yamrab bo'ldi. Buningga ergishib cheket ofatlari, hatta yanartaq ofatlarmi keyindan yuz beryapti. Acaba bularda qanday sabab bordi? Buni aql ne'mati bilan tafakkur qilmay, bularning mohiyatini tushunishga jasorat etmay turib, haqiqiy sog'lom ruhga ham qalb amilikiga erishgili bo'larmi? Sura An'amda Rabbimiz shunday deydi. Har qanday odamning o'z qilmishi tufayli halok bo'lishidan saqlanishi uchun Qur'on bilan nasihat qilgan. Amsa oyat hadislarimiz bizga nima deydi? Bir diqqat qilaylik. Sura Anbiyada Allah shunday xitob qiladi. Biz osmonni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q. Sura Ra'dda Allohning dargohida hamma narsa o'lchamlikdir. Sura Hajda ular zaminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Sura Rumda insonlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismlarining jazosini ularga tetdi. Sura Al-Imronda bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turmiz dedi. Yana hadislerimizde Hazreti Ali Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak deganligidan xabar berib. 13 amel var. Ümidim bu amellerini qilishga boshlaganda beshiga büyük balolarning kelishi vacip buludu degan. O ameller pul peqirlarga yetib bormaganda, amanet g'animat bilinib, uningga xiyonat qilinganda, zakat ibodat ko'rilmay, pulum kam bo'lib qoladi deb berilmaganda, erkak isrof va harom ishlarda xotiniga itoat qilganda, onaga qarashi itoatsizlik ko'rilganda, do'stlarga yaxshilik qilib, ottiga bo'yin tovoqlik qilganda, masjidlar hashamatlik bo'lib, namoz ixlos bilan o'qilmagan, tortishishlar ko'p bo'lganda, haramdan numus qilmaydigan bo'shliqlar ko'payganda, zalim ishboshlaridan qo'rqib ularga hurmat qilinganda, ispiritlik ichimliklar har xil nomlarda ko'payib ichilganda, erkaklar ipak ko'ynak kiyganda, zinolar ko'payganda, solih insonlar masxara qilinib, ularga la'nat o'qilganda, bu amallar ko'rilganda balolar ham kasalliklar ko'paydi, ham qiyomatning alomatlari kelishga boshlaydi. Diqqat qilsak, bizga xabar berilgan qiyomatning cho'ng kichik amal alomatlaridan shu kichik sanab baxsak kichik alomatlar 50 dan jiq alomatlar asosan yuz berib bo'ldi. Hozir ham demoqchi bo'lgani balkim cho'ng alomatlar bo'lishi mumkin. Demak, mehr shafqat ojizlashib, qalblarning qetib ketishi, zulmlarning eshishi, haqsizliklarning ko'payishi, gunoh va fitna fasodlarning yomirishi qatorliq jahiliyat amallari koinot qonunidan ustun qilib dunyoning ulini tavratmoqda. Zamonning oxirlashishini ham tezlatmoqda. Buni tövbe qilish fursati bilganlarga rahmat, haddidan oshqonlarga jazo ekanligini ham bildirmoqda. Gerçi tafakkur kuchimiz yetmagan yana nurg'un hikmatlar bo'lsa-mu, ammo ko'ngillarga shu ayonki, bu hadislar butun insoniyatga chilinayotgan qattiq bir ogohlantirish signali. Chunki yerga tushgan har bir tal yo'pirmoqning Allohning irodasi teshida
bo'lmagandek, har qandaq bir ishning tezgini uning qo'lida. Har xil kasal va uning shifosimi uning iznida. Sura Al-Imronda aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida deyilgan. Biz normalda kichiklar gap anglamasa yoki xafa qilsa, haddingdan oshma deymiz. Hatto adabini beribmi qo'yamiz. Dunyolik ijtimoiy munosabatlarda bo'lsa, agar birimizga biror hadiya yoki yaxshiligimiz o'tib ketgan bo'lsa, bir kunlarda uning qarshiligi o'z loyiqida qaytmay qolsa, cho'qim ranjiymiz. Hatto tizimlik daftarini oqtirib, uning hisobini qiladiganlarmi bor. Shundaqkan, olamlarning Rabbi bizga ato qilgan son-sanoqsiz ne'matlarning hisobini nima uchun oxiratga ilib qo'ysin? Azobimizning bir qismini bu dunyoda tetitimiz demadimi? İnsanlarni azizlab dunyoga xalifa qilib, olamlarni bo'ysundirib bergan qudratli Rahmon taolo nima uchun dunyoda buzg'unchilik qilib qon to'kkan, adolatni ustun qilayotgan, zulmga uchirg'uvchilarning ahu-zoriga quloq solmayotgan, ayollar ham yetimlarning qonliq yoshlari ko'klarni titratayotgan, hayvonlarning o'lari kül bo'layotgan, terilari tirik chirqirtib sug'urlanayotgan, munguzlari hardilayotgan, ana sutiga qonmagan qo'zi-mo'zaylar bo'g'izlanayotgan. Bu gunohsiz, sanoqsiz jon-jonivor, uch-qush hayvonlarning nolib faryodlari ziminni tavritayotgan. Bundaq chekidan oshgan nafsoniyatchilik, rahimsizlik ham razilliklarga ajaba Rabbimiz g'azab qilishi normal emasmi? Sura Yunusda Allah insonlarga qilcha zulm qilmaydi, lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi degan. Buningga o'xshash oyatlar Qur'onning nurg'un yerida takrorlanib keladi. Undaq bo'lsa, zulm degan nima? Zulm dal sevgining, mehri shafqatning qarshi ma'nosi bo'lib, nohaq azor berishdir. Ya'ni sevgi qalblarga rohatlik, xushallik elib kelsa, zulm qalblarga rohatsizlik, azob elib keladi. Shunga bu oshkora Allohning irodasiga qarshi chiqish, olamlarning qonuniyatiga xiloflik qilish, insoniyat va butun jonliqlarning asli tabiatiga hujum qilishdan iborat bir osiylik, razillik ham zolimlikdir. Zulmni bir qancha turga bo'lishga bo'ladi. O'ziga o'zi zulm qilish, oilasiga zulm qilish, avlodiga va qavmiga zulm qilish, insoniyatga va butun koinotga zulm qilish. Undaqda eng avval o'zimizdan boshlaylik. İnsanның o'ziga o'zi zulm qilishi qanday bo'ladi? Eng oddiysi biz hayotimizda ishlarning passiv tarafini boshqalardan ko'rishga amroq, davomli boshqalarga döngeshga amroq. Masalan, falani mundaq demagan yoki mundaq qilmagan bo'lsa, bu ish yuz bermaydi. Shayton ozdurmagan bo'lsa, u ishni men qilmaydim degandek. Ikkinchi tipdagilar o'zini boshqalarga selishtirib uyg'unib qolganlar. Masalan, falani qilibdi, men qilsam nima bo'ladi? Falani kiyibdi, men kiyman, menmi kiysam nima bo'ladi deganda. Buningga o'xshash o'sha tar ramkaga kirib olgan odamlar agar biri bilim yoki boylik yoki chiroy degandek qaysi bir tarafdan ortiq bo'lib qolsa, uningga hasad qiladi. Bir bahane sebepler bilen onun yüzabroyunu töküş koydu. Hatta aralardan sıkıp çıkarmagıca köngli aram mı tapmaydı. Bu xil menmenlik illetleri hatta bir kısım İslami ilim sorunları ve cemiyetleri mi mevcut bulup turuşu kalplerini bir aram kılıdı. Şunun da hatırcam buluş gerek ki bu dünyadaki her şey özüge has vazifesiyle yaratılgan.
hech kimning o'rnini mangu bosolmaydi. Shunga odamlarni bir-biriga selishtirish yoki hasad qilib ovar bo'lishning qilcha hojati yo'q. Biz faqat o'zimizning vazifasini tepib qilishni bilsak bo'ldi. Endi 3-tipdagilar boshqalarning nazarida yashaydi. Masalan, haq nima deb qolar degandek. Ya'ni hayotini boshqalarning bahosiga ko'ra o'rinlashtirish, hatto oilasini bundaq bema'ni ishlarga so'rab kirib, bolalarining hayotini g'azon qiladi. Bundaq ishlarga shundaq degimiz keladi. Sizning boshqalar bilan nima ishingiz? Sizning ham oilangizning baxti ajaba boshqalarning qo'lidami? Gör ham mashargohdagi so'roqlarga boshqalar javob beralamdi. Chunki har odamning o'ziga xos hayoti bo'ladi. Sizmi o'zingiz xos hayotingizni quring. Siz o'ylab baqdingizmi? Aslida insonning do'stimi o'zi, dushmanimi o'zi, barliq ishlarning sababchisimi ham o'zi. Faqat o'zini o'zi yo'qolan bahonalar bilan aldab ham aldatib, haqiqatlarni ko'rsimi ko'rmasga, anglasimi anglamasqa silib yashaydi. Dunyoda buningdimi ahmoqona bir zulm bormi? Amaliyotda shaytonmi aldindigan odamlarni topdi. Mencha o'zimizning ichidagi biz kichik ko'rgan, biz diqqat qilmagan, sal qaragan nurg'un mushna illatlar amaliyotda eng cho'ng zulm. Biz bu zulmni yo'q etmay turib, cho'ng zulmlardan qutulishimiz mumkin emas. Endi ikkinchisi zulmning oilaga bo'lgan zulm. Ya'ni yuqorqi illatlar oiligimi, ya'ni oilaga zulm qilishga ilib boradi. Agar ayol yoki ularning birisi nafsoniyatchi bo'lsa, ularning so'zini, harakatini, buyruqini anglab ko'rib cho'ngilgan bolalarmi shundaq yetishib chiqadi. Hatto bu bir qancha avlod davom etib, butun qavmini ziyonga uchirdi. Agar taloqa qarab qolgan bo'lsa, ayol azobda qoladi. Psixikasi ham salomatligi nacharlashadi. Hushi joyida bo'lmagan bir kayfiyatda bolalarga varqirab jarqilaydigan, hatto uradigan bo'lib qoladi. Shuning bilan ayoliga til haqorat tekkizadigan, hatto tayoq peshva atadigan zo'ravonlik voqealari yuz berdi. Natijada tomoqning ta'mi qochadi, pul melining barkiti uchadi, oilaning butun xushalliqi barbod bo'ladi. Payg'ambarimiz erlarga omonat qilgan ayollarimiz bugungi kunda azobdan qansirgan vujudini ko'tirib, qancha jafo cheksimi, tul o'tishni afzal ko'rishi. Urush jidallar ichida yetimlikning ta'mini allaqachon tetib bo'lgan bolalarning o'z oilasidan bezor bo'lib qochadigan, yer topolmay yurishidimi ichinishli bir zulm bormi dunyoda? Bir daraxtmi o'zini chanigan palti sepining o'zining bir parchasi bo'lgandan nola qilgan ekan. Shuni hech o'ylamagan bo'lishimiz mumkin. Turli psixik kasalliklar ham jinoyatchilar mushundaq mehr muhabbatdan mahrum qolgan huzursiz oilalardan eng ko'p chiqdi. Hozir insonlar ham hayvonlarga zulm silayotganlarning ko'pinchisi kichigidan mehr shafqatning nima ekanligini bilmay cho'ng'ilgan. Chunki balaliq mezgilda yushurun yanada nima saqlanib qolgan bo'lsa, cho'ng bo'lganda uni ijro qiladi. Shuna payg'ambarimiz ota-onasi qandoq bo'lsa, balalarning oqibati shundoq bo'lganligini aytib o'tgan. Demakki, bir insonning kichigidan to'g'ri tarbiyaga erisha olmasligi bu balaning ikki dunyolik taqdirini belgilab qo'yadi. Ya'ni bir odam oilasi qavmiga, qavmi avlodlariga, hatto butun insoniyat ham koinotga ta'sir ko'rsatadi. Mana bular insonlarning o'zlari zulm silayotganligining eng cho'ng sabablari. Biz
Kainatqa qandaq muomala qilsak, u bizga shundaq javob qaytardi. Xuddi taqqa nima deb to'lisak, shundaq aks sada yongandek. Sura Ra'dda Rabbimiz shundaq deydi: "İnnalloha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Her qandaq bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Demakki, ahvolimizdagi her bir o'zgarishlarga o'zimiz sababchi ekanmiz. Amsa, hozirgi ahvolimizni qandoq o'zgartimiz? Qur'on xatlik kitob bo'lsa, olam ranglik kitob. İnsan olamning kichitilgan bir portreti. İnsan yığılsa olam yığılaydı. Yer yüzüdeki her bir can inirsa olam iniraydı. Olam mehri şefqat üstüge kurulgan. Kainatning bir parçası bo'lgan inson ve barliq canlıklar mehri şefqat bilan yaratilgan. Suyimlik Peygamberimiz qalb tuzalsa bütün vücudumuzning tuziladiganligini aytgandek, kainatning qalbi bo'lgan inson tuzalsa bütün olam tuziladi. Ben tövende bir tayyorlagan listemni sizlarga ko'rsatmoqchi. Masalan, biz her qandaq ishni Bismillahirrahmanirrahim bilan boshlashga buyurilgan. Bunun o'ziga loyiq bir qonuniyati bor. Dunyoning bir koinotningki bir qonuniyati bor. Nima uchun biz har qandaq bir ishimizni Bismillahirrahmanirrahim bilan boshlaymiz? Chunki Allah bunu yuqorida degandek bütün olamlarni Rahman üsbiti bilan, mehri shafqati bilan yaratgan. Hem mushundaq mehri shafqatlik bo'lishini umid qilgan. Buning uchun bizning rahmat payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem'ni bizga avatib bergan. Endi mushu Rahman degan üsbiti bütün mushu kainatga bo'lgan mehri muhabbatini o'z ichiga oladi. Masalan, havo, suv, har xil ne'matlar. Masalan, iman etgan bo'lsin, iman etmagan bo'lsin. Masalan, ya'ni Allohga ishonganlar, ishonmaganlar bo'lsin, musulmon yoki kafir. Mayli kim bo'lsin, hammasi o'rtaq bir ne'matlarni ato qilgan. Endi xuddi quyosh nuriga o'xshashda, quyosh nuri xuddi quyosh nuri bütün jahonga takshi nurini chashqanga o'xshash. Aniq chiqyaptamdi bilmadim. Bu Allohning rahmatimi amaliyotda bütün jahonga yeyilgan. Endi Rahim sifati bu mush iman etgan, yani Allohga xos, yani yalnız Allohga haqiqiy ishongan mo'min bandalariga qiyomat kuni jannat bilan mukofot beradigan, mehri shafqat beradigan bir xos shafqatni o'z ichiga oldi. Masalan, ay to'lin ay 15 kun yo'ruq, 15 kun qorong'i chiqqandek, to'lin ay xuddi bir to'lin ayning yo'ruqiga o'xshash xos bir rahmati. Endi yer shari mushuna bir qonuniyatga bo'ysunadi aslida. Bizga mushuna Rahman, Rahim sifati bilan noyat shafqatlik, noyat mehribon deymiz davomli. Masalan, ma bir yurak. Men bu yerda bir tarozini sizdan diqqat qilsak, mana bir koinotning qonuniyati mushu taroziga o'xshash. Masalan, adolatni talab qiladi. Ham bütün dunyoga mehri shafqat yeyilishini, bir-biriga mehri shafqatlik muomala qilishini aslida kutilgan bizga. Mehri shafqatlik muomala qilishga ham biz buyurilib ketgan. Agar inson bu mehri shafqatdan ayrilib qolgan vaqtda qop-qora holatlar bo'lib ketadi. Mana moyoq qara diqqat qilsa, masalan, odamniki ruh deydi. Ruh mehri shafqatga to'lgan chaqda yurak qalb nurlanadi. Odamning ruhi sog'lom bo'ldi, aql idroki kuchli bo'ladi, ongni birlamchi qiladi.
təfəkkürü nəhayət güclük buludu. İlim, hikmətlik işikləri açılğan buludu qalbidəki. Əgər cəndə nəfsiga berilgan bolsa, nəfsi bu nəfs degan hissiyatqa əgişidigan narsa. Nəfsi hissiyatqa əgişidigan narsa. Hissiyat bu maddaga çoxundu, yəni maddani birləm çıxıdı. Yəni bu maddani birləm çıxılğanla asan şəhvətə, arzu, isteklərə əgişib ketidi. Şunu bilan birgə cahiliyət, qəflət da qaladı da. Endi ruhi qalbi nurlanğan ruh cəhətin iman etqanlarınki ilim, hikmeti içiliş bilan birgə yəni imani, əxlaq, fəzilətləri küçüyüb mağdı. Yəni qalbi söygü, muhabbətə tolğan buludu. Onun qarşıca inkar qılğan, şerik keltügən, fasıq bolğanlar qandaq buldu degan çağda nəfrət, işçi nəfrətə, öç adavətə tolğan buludu. Anandan keyin bu söygü bilan tolğanlarnınki rahim, şəfqətlik buludu. Yəni insanı əziz yaratılğanda həm insanga həm əzizlik beriladi, həm başqalarga hürmət bilan muamele qılады. Amma qalbi qardıqanlar üçün nəfrət, öç adavət içində ruhi rahimsizləşib ketidi. Zulm qılады başqalarga, zalim bo'lib ketidi. Andan keyin başqalarni tövən ko'radigan, kamsitish ahvollarimi mushundaq holatda kelib chiqadi. Andan keyin bu qalbi nurliq bo'lganlarning uchun minnatdorlik bildirəlaydı hər narsaga, kamtar bo'ladi. Ammo bu nafsiga berilganlar uchun noshukirlik qiladi, kibrlik qiladi. Endi bu qalbi nurliq bo'lganlar yana qanoatlik bo'ladi, tafakkur, tavakkul ham umid bilan yaşaya alaydı. Qalbi qardıqanlar bolsa aşköz buludu, qorquş, hem her narsa qorqıdigan jur'atsiz bo'lib qoladi. Endi yani qalbi nurliq bo'lganlar uchun sabrlik bo'la oladi. Beshiga bir kunlar kelsa zikr, duo, go'zal tilak, ibodatlar bilan, ham nurg'on sabablari bilan uni hal qilishning chorasida har vaqt umidlik yashaydi. Endi bu nafsining keyini kirib ketganlar uchun bu qo'rqush, jur'atsizlik oshqan siri qo'lini yetishgan bilganki nima qildi deganda qaqshaydigan gap, zarlaydigan gap. Andan keyin yetishga kuchi yetmagan boshqalar qilayotgan ishga ishchi qaynab g'ayvat qiladigan gap. Mushu bilan bu passivlik taraf ishib mangdi. Bu oxirsida nimalar kelib chiqadi degan chaqda azob ilib keladi. Her xil kasalliklarni ilib keladi. Hatto har xil ofatlarning yuz berishiga sabab bo'ladi. Shuning bilan qanday bo'lgan bir xil vahima ichida psixikalik, hatto bu psixikalik kasal, jismoniy kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bularning oqibati shunday bo'ldi. Bularga albatta shaytonning birlikda nafsiga berilgan odam qo'mondonlik qila oladi, o'ynata oladi, vasvas qila oladi. Ya'ni vaqti kelgan chaqda mashargohda bu qarlig'ichi advokat rolunu oynaydı. Bunu hiç bilen benim işim yok da bir yan koydu oldu. Endi bu qalb nuriga ergashganlar qandaq bo'ldi eng oxirida deganda aytdi, qalbim rahat, qalbim aytdi rahat bo'ldi, xushallik to'lgan bo'ldi, baxtlik bo'ldi. Ham mo'minlar aminlik ustida degandek oyatda amin, qalbi amin holat yashaydi. Bularninki qilgan har bir yaxshi ishlar qanday bo'ldi deganda o'z jannatini qurib chiqdi. Ya'ni o'zininki jannatini qurib chiqdi. Ya'ni har xil gul chechak, meva, chiva degandek jannatini go'zallashtirib mangdi bularning qilgan ishi. Shu dunyodalar. Malaning qilgan ishi uchun oxiratlik o'tun, ya'ni o't qalaydigan, dozaqqa tuturuq bo'ladigan narsalarni jiqqandan boshqa hech narsaga kelmaydi. Demak,
asli yurak sol taraf kerak bo'lg'achqa men bu yoqni cho'ngroq sizdi. Bu xil holatda mahil kamchilik bilan nafsiga berilib ketganda bu yurak qanday bo'ldi degan chaqda yurak qardab ketdi. Yurak qardaydi. Yurak qardab hatto qitib, hatto qulupnib ketdi. Agar bu texmo ig'ir bo'lsa, butun yurakni qatirib quluplab qo'yadi. Shuning bilan zolimlik, zo'ravonlik ishlar mushu xil kayfiyatdagi mushu xil muhitdagi o'sib yetilish bosqichlarida yetilib bu davomlashtirdi. Amriyatimizda diqqat qilsak, biz o'zimizga yuz berayotgan nurg'un psixikalik kasal mana mush tarafning ig'ir bo'lib ketganligidan o'smaydi. Sağlam odamlar mana mau. Endi biz nima qila olamiz degan chaqda biz aqlimizni hissiyotga bek berilib ketmay, aqlimizni kerak ishlasak, moddani emas, ongni birlamchi qilsak, tafakkurimizni nima qilsak, shahvatni bosa olamiz. Masalan, ilm yigitimiz ichida jahillikdan qutula olamiz. Iymon va axloq fazilatimiz bilan jaholatga va g'aflatga qarshi tura olamiz. Masalan, sevgi bilan zulmni qarshi tura olamiz. Rahim shafqat, sevgi bilan nafratga. Masalan, ya'ni minnatdorlik bilan nonko'rlik qarshi turg'uli bo'ladi. Kamtarlik bilan kibrlik qarshi turg'uli. Mushunga o'xshash yaxshi ish yomon ishni yuyib yo'q. Bu normal holatni mushu dunyoni hammasi munda egallagan vaqtda ya'ni jamiyat daraxtlar kesilmaydi, iqlimi buzilmaydi, hamma narsa normal. Ya'ni hayvonlarga azor berib o'ldirilmaydi degandek. Hamma narsa normal bo'ldi. Bu qalbi go'zal odamlar hech kimga zulm qilmaydi, hech kimga yomonlik qilmaydi. Dunyo go'zallik to'ldi degan. Hozir dunyo bu qor taraf cho'ng salmoqni egallab ketgachga bu dengisini tampunliqini buzdi. Bu koinot qonunidagi bu taroza o'zininki tampunliqini buzib qo'ydi. Shuning bilan bu tampunliq buzilgandan keyin bo'ldi deganda iqlim o'zgardi, qala eriydi, muzlar eriydi, shunlar salla bosadi. Anadagi yer tavraydigan ishlar, hamma narsa biz o'zimiz yana qazmasak, yer tavrimaydi. Masalan, o'zimiz o'tni ko'chilmasak, yonar taq partilmaydi. Masalanda, demak, insonlarning nafsi kundan kunga yo'g'inib, qardab bu jahonlardagi mush ofatlarning yuz berishiga sabab bo'ladi. Bizga Rahmonir Rahim degan mushu sifati bilan g'ayet mehribon ham shafqatli bo'la olsak, butun dunyoga esa bunda ahvollar yuz bermagan bo'ladi. Endi biz qanchalik qo'limizdan kelsa, biz dunyoni o'zgartirmasakmi, eng avval o'zimizni o'zgartirib, o'zimizga ish bo'lmasa, biz o'zimiz zulm qilishdan saqlanib qolsak, bizning ustimizga nurg'un zulmlarni biz ko'tarib yetalishimiz mumkin. Buni bir tafakkur qilib baqsaq bo'ladi azizlar. Endi oz bir qismi qoldi maqolaning azizlar. Endi bu oxirlashtirish uchun ba'zi mazmunlarga bir diqqat qilsak, endi mushu go'zallikka, mushuga o'xshash bir go'zallik rangdor bir dunyoga aylantirish uchun nimalarni qilishimiz kerak? Bunga bir diqqat qilgan bo'lsak azizlar. Undaqda qalbimizning poklanishi, nurlanishi uchun nimalarni qilishimiz kerak? Buning uchun eng avval o'zimizning ruhini operatsiya qilishga jasorat qilishimiz kerak. Chunki og'riqni yoshirsang, o'liming oshkora degandek, sirtdan malhamlab qo'yilgan jarohatning ichidagi qon yiranglarni siqib chiqarib etmaguncha og'riq yiltizidan saqaymaydi. Buning uchun xuddi yuqorida ichimizdagi ba'zi zulmlarni o'ttirg'a qo'ygandek o'zimizni samimiy tekshirib beqishimiz kerak. Ondan uni o'zimizning kamchiligini e'tirof qila oladigan bo'lishimiz kerak. Ondan keyin biz bu e'tirofni qilmay turib tövbe qila olmaymiz. Ya'ni lekin tövbe qilish bosqichiga o'tamiz. Tövbe qilish orqali o'zimizni isloh qila olamiz. Demak, to'rt tarafga diqqat qilishimiz kerak.
Yani özümüzni samimiy tekshirish, andan keyin itiraf qilish, kamchiligimizni itiraf qilish, samimiy tövbe qilish, shuning bilan o'zimizni isloh qilish. Bu shu 4 bosqichni muvaffaqiyatli besib o'tsak, biz nihoyatda cho'ng g'albalarni qo'lga keltirgan bo'lamiz, muvaffaqiyat qozongan bo'lamiz. Chunki eng cho'ng jihad nafsini yengish degan, yani nafsiy jihad degan. Yani o'zimizning nafsini biz yengolmay turib, o'zimizning ustidan g'olib kelmay turib, biz hech ishni vujudga chiqara olmaymiz sizlar. Bular mushu taraf yuqori degan 4 taraflarni asta-asta endi psixologiyalik jihatdan men bir narsani vaqtini aytib beraman. Har qanday bir narsa odatga aylantirish uchun bir ma'lum bir illatlarimizni tuzash yoki o'rganish, odatini yetildirish degandek nurg'un ishlarni qilish uchun 7 kunni 3 qatim takrorlaydi. Ya'ni 21 kunda har qanday bir yaxshi ishlarni odat qilib olib, masalan, kitob o'qishga o'xshash odat. Yomon illatmi shunga o'xshash. Yani biz 3 hafta tirishib davomlashtirsak, izchil u o'zimizning odatiga aylanadi. Shunga yuqoridagi 4 masalani odatimizga aylantirishga bir jasorat qilib boqaylik. Endi biz yuqorida endi qisqacha o'zimizni bir tekshirish bo'ldi. Masalan, o'zimiz zulm qilish, oilamizga zulm qilgan o'xshash, buni astoydil o'zimiz uyimizda yolg'iz o'tirib ibodatlardan keyin yani bir qayta o'ylanib boqaylik, qanday zulmlarni qildi. Endi hozir yani o'zimizning aqidasini bir tekshirib boqaylik. Ondan ba'zi ketkizib qo'ygan taraflarimizni itrof qila olamdik yo'q. Qani o'zimizni bir tansab boqaylik. Biz her bir ishimizni Allohning yaratquchisi mehribon va shafqatli Allohning ismi bilan boshlab ma'noladikmi? Bizni ham olamlarni mehri shafqati bilan yaratgan Rabbimizga javoban koinotga ham mehri shafqatimiz bilan muomala qila oladikmi? Rasulimiz bizga rahim shafqat qilmaganga rahim shafqat qilinmaydi degan edi. Undaq bo'lsa, biz davomli namozimizda takrorlanib turadigan iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Biz faqat sanga ibodat qilamiz va sendinla yordam talab qilamiz degan ahdimizni amaliyatimizda qancha % ado qiladiq aslida. Buni bek cho'nqur o'ylanmasak bo'lmaydi. Buning uchun sizlarga biroz bisim bo'lib qolmaslik uchun bir misolni ilishni loyiq topdim. Bir shayx o'zininki o'quvchisiga shunday buyuribdi. Sen uyanga borganda Qur'onni xuddi men seni oldingda turgandek bir xil hissiyat o'qib kelgan debdi. Shundan o'quvchisi ertasi kelib ustoziga bir qancha pora o'qiganligini aytibdi. Andan keyin ustoz yana buyuribdi. Amsa bugun seni oldingda Jibril alayhissalom qarab o'tagandek bir xil his tuyg'uda o'qigan debdi. Shuning bilan ertasi o'quvchisi kelib men bugun sura Baqaraning, ya'ni 2-sura bir qismini aranlam o'qiy oldim ustoz deb beshini sangiltib ketdi. Shuning bilan ustozi yana uningga buyuribdi. Endi sen bugun, ya'ni Rabbimiz Alloh seni oldingda turayotgandek bir holat turib Qur'onni o'qib kelgan deb buyuribdi. Shuning bilan ertasi beshini sangilatgan bir holatda ketdi ustoziga shunday debdi. Men sura Fatihadagi iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Biz faqat sanga ibodat qilamiz va sendan yordam talab qilamiz degan oyatning keyiniga hech o'talmadim ustoz deb yig'lab ketdi. Mushunga o'xshash biz haqiqiy bir tafakkur qilib o'zimizda takrorlanadigan oyatlarni ma'nosini tushunib turib o'qib boqqan vaqtimizda ixlos bilan shuning ichiga kirib aqida qila olgan vaqtimizda uning ta'siri bizning qalblarimizga ta'sir qilishi mumkin. Hozirgi ahvolimizga qarab baqsak shuncha hashamatli masjidlarning quluplanib qilishi, ibodatlarning Rabbimizning Allohga
Rabbimiz Allah'a layık söygü ve ihlas bilen o'rinlanmaganligining bir dalili bo'lishi mumkin. Hatto Mekkadagi Kaybining taqilib qilishi, o'zlari ham qavmining holiga haqiqiy yetmay turib qilingan haj tavobi Allohga emas, balki Kaybiga bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Demakki, haqiqiy Allohning roziligiga ham maqbuliga erishalmagan ibodatlarning vaqt, iqtisod isrof qilib o'zini oldigandan boshqa bir foydasi bo'lmaganligini e'tirof qilishga majburmiz. Endi 3-bosqich. Yani o'zimizni tekshirish ham e'tirof qilish bosqichidan keçdik. Yani o'zinglar farqli taraflardan o'zinglarni tekshirib baqsanglar bo'ladi albatta. Endi 3-bosqich qandaq tövbe qilishimizga yordami bo'lgan Qur'on qissalariga ba'zi ibratlik mazmunlarni eslab baqaydi. Hazreti Adem alayhissalom nima uchun jannatdan chiqarildi? Nuh alayhissalomning qavmi nima uchun to'fon balasida qoldi? Samud qavmiga nima uchun chaqmoq ofati keldi? Ad qavmini nima uchun sovuq shamol o'rib oldi? Shuayb qavmi nima uchun qattiq ovoz bilan halok qilindi? Lot qavmi nima uchun dum ko'mtirildi? Ularning Hijoz, Yamandagi shahar xarobalari nima uchun bugungacha saqlanib turdi? Ayub alayhissalom nima uchun butun mol dunyosidan ayrilib yillarcha kasal azobini tortdi? Yunus alayhissalom nima uchun beliq qarnida 40 kun qapsilib qoldi? Xuddi biz hozir uyda qapsilib qolgandek. Yaqub alayhissalom nima uchun hammadan ortiq yaxshi ko'rgan o'g'li Yusufdan shuncha uzun yil ayrilib qoldi? Musa alayhissalom qavmi bilan nima uchun qumliqda ezib qoldi? Yani nima uchun Xizr alayhissalomga bergan va'dasida tura olmadi? Yusuf alayhissalomning turma hayoti nima uchun uzartildi? Bularni cho'nqirroq tafakkur qilib baqaylasizlar. Her biriga berilgan jazolarmi o'z qilmishlariga loyiq bo'lmaganmi? Adolat ham hikmat bilan ish qilguvchi Rabbimizga hamidlar bo'lsin. Keyin yana ularning tavbalariga quloq solgan mehribon Rabbimiz ularni gunohlardan qandoq mag'firat qildi. Shuncha ko'p falokatlardan yana qandoq qutuldirib chiqdi. Allah sura Qasasda shundoq deydi. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmaguncha shaharlarni biz halok qilguvchi bo'lmadik deydi. Sura An'amda agar Alloh sana biror kulpat yetkizsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib yetolmaydi. Demak, bizning beshimizga kelgan har qanday bir ishda Allohning iznisiz bo'lmaydi. Ya'ni beshimizdagi bu kulpatlarni ko'tarib yetishdimi? Biz yana nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Endi uchinchisi, bayam degandek, tövbe qilish, isloh qilish bosqichlarini bizga ko'rsatgan ba'zi oyat hadislarninki hukmi mazmuniga qarab o'ylashib baqayli. Rabbimiz sura Isroda shundoq deydi. Biz mu'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo ve rahmet bo'ladigan Qur'on oyatlarini nazil qilamiz. Sura Qasasda tövbe qilgan, iymon etgan, yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishishlardan bo'lishi umidlikdir deydi. Suyimli payg'ambarimiz beshiga kelgan har xil balolarga nisbatan bir 3 odamning o'nkirda qolgan 3 odamning rivoyatini bizga so'zlab bergan. Yani ilgirki ümmetlerden bir 3 adam bir tağda ketib etib, yağmurdan panohlanish uchun bir o'nkir kirgan. Bu chaqda bir tash do'malab tushib o'nkirning og'zini etib olgan. Bu hech qanday qilibmi o tashni yo'tkiyamagan joyidan. Shuning bilan ular biz o'zimizning qilgan Alloh rizoligi uchun qilgan shamallarimizni bir dalil qilib Allohga yilinib bir tövbe qilgash Allohga yilinib mushu yani
içilib ketish uchun bir duo qilayli deydi ekan. Şunun bilan har biri ayrim-ayrim duo qilishga boshlaydi ekan. Biri ota-onasiga aytdi, vafodorlik qilganligini, Alloh rizoligi uchun qilganligini aytganda toshning 3dan 1 qismi ichilibdi. Yana biri o'zining Alloh rizoligi uchun zina qilishdan yonganligini aytgan ekan, toshning 2dan 1 qismi ichilibdi. Uchinchi biri o'zining haqqini olmay ketib qolgan birininki ish haqqini ziroat terib chorva mollarini beqib avaytib qo'yganligini. Kunlarning birida bir qancha yildan keyin u ish haqqini so'rab kelgan vaqtda mana bularning hammasi seninki deb noyat mardlik bilan uning haqqini aslab qaytirib bergan. Bu vaqtda toshning 3dan 3 qismi yani az qolgan 3-chi qismi, qolgan qismi butunlay ichilib ketgan. Demak, bular o'zininki qilgan bir Alloh rizoligi uchun qila olgan yaxshi amallarni dalil qilish orqali bu o'nkirdan qutulib chiqqan. Hamda biz beshimizga kelgan har xil alomatlar, ofatlar, naki kelgusida bo'lsin, mayli hozir bo'lsin. Mushna ahvollarda bizmi o'zimizninki qilgan yaxshi amallarimizni dalil qila olgandek bir holatimiz bormi yo'q? Bu tarafdan yana o'zimizni tekshirib ko'rib boqaylik. Sura Hudda shubhisizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyuladi deydi. Tabrani bayon qilgan bir hadisda payg'ambarimiz shunday buyurgan: "Mollaringlarni zakot bilan qo'ringlar." Yani mollaringlarni zakot bilan qo'ringlar. Kasalliklaringlarni sadiqa bilan davolanglar. Balalarga duolar bilan taqobil turinglar deydi. Yani zakat berish orqali o'zingning milining texmi ko'payishiga o'zing uchun ish qil deydi. Zakat berishmi amaliyoti o'zi uchun. Kasalliklarni sadiqa berish bilan qo'ringlar deydi. Yani balalarga har xil duo, zikr, ibodat bilan taqobil turinglar deydi. Endi bularning hammasi chin qalbida nihoyat samimiy ilib berilishi kerak. Chunki har narsa niyat bilan amalga oshadigan gap. Niyat bilan maqbul bo'lish bo'lmasga niyatga bog'liq bo'ladi. Endi oxir bosqichga keldik. Bizni turli balolardan qutulishimizga yordam bergan eng kuchli ijobatli duolardan bir qanchisini sizlarga berishni loyiq topdim. Eng avval otimiz Odam alayhissalom qandoq duo bilan mag'firatga erishdi. Sura Ayrafda Hazreti Odamning jannatdan chiqarilishiga sabab bo'lgan duo bor. Rabbana zallamna anfusina va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya'ni bu 7-chi sura 23-chi oyat. Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz. Bu oyatni yodiga davomli o'qib beraylik. Undan boshqa sura Anbiyoda Hazreti Ayyubninki barliq mol bisotini ayrilib qolgan, ham uzun yil kasal azobi ichida tug'anda o'qigan bir duosi. Inni massaniya durru va anta arhamar rohimin. Haqiqatan meni balo urib oldi. Sen eng marhamatliksan. Ya'ni 21-suraning 83-oyati. Hazreti Yunus biliq qarnida turib shunday duo qilgan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Bu 21-suraning 88-oyati. Ya'ni Parvardigorim, senden boshqa hech ma'bud yo'qdir. Sen poktursan. Men haqiqatan zulm qilguvchilardan bo'ldim deb duo qilgan. Buni Payg'ambar alayhissalom bizga tavsiya qilgan hadislar bor bu duolarni o'qishimiz haqida. Vaqt e'tibori bilan men mushunchalik qisqartdim. Bundan boshqa yana biz davomli o'qiydigan sura Fatiha, Ayatul Kursi, Ixlos, Falaq, Nas surasi, Nasr, ya'ni G'alb va Nusrat erishishimizga foyda bo'lgan.
Her qandaq bir işlerimizdə. Yasin, Kəhvə qatarlıq surələrini davamlı qancha ko'p o'qib bersak, shuncha yaxshi bo'ladi. Yana bularning ijobat bo'lishi uchun payg'ambarimizga durud salatını nayt ko'p o'qishimiz, tasbih, zikrlarni bek ko'p serishimiz kerak. Bular faqat hozirgi mushu jiddiy ahvollarda o'qiladigan duolarning bir qismi. Ayat va dua zikrlarning ahamiyati ham tafsilotlari inshaalloh ovozliq bir xil shaklda ramazonlik diqqatinglarga sunishga tirishib ko'raman. Eng oxirida Sura Maidada men ahyaha fakannama ahya nasa jami'an. Kimki bir odamni tirildirsa, ya'ni qutqizsa, u bütün insonlarni tirildirgandek bo'ladi degan oyat bor. Undaq bo'lsa, biz o'zimiz ham atrofimizdagilarni qutuldirish uchun qo'limizdan kelganini qilishga bir tirishib baqaylik. Eng oxirida beshiga har qanday bir qismat kelib qolgan azizlarga bu hadisni yetkazish bilan so'zimni tamomlayman. Kim vabo kesli bilan yuqumlansa, sabr assa va o'ziga faqat Allah'ның yazgını keladiganligiga ishonib, ajrini Allohdan umid qilib yurtida qolsa, uningga xuddi bir shahid ajri beriladi deydi. Demak, hammalarga tan salomatlik, xayriyatlar tilayman. Allohga aman.